Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1.500.000 so'm pul olgan fuqarolar uchun yangi xabar va ko'pchilik kutmagan syurpriz nimadan iborat bo'lishi mumkin. Bu mavzu nafaqat pul olganlarga, balki ariza topshirgan, navbatda turgan, hujjatlari tekshiruvda bo'lgan va yaqinlari nomidan yordam puli kutayotgan barchaga tegishli. Chunki bitta kichik xato, bitta noto'g'ri ma'lumot yoki bitta muddatni o'tkazib yuborish odamni puldan, imtiyozdan yoki keyingi to'lovdan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari tartib qanday edi? Hozir nimalar o'zgardi? Kim xavotir olishi kerak? Kim tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda pul qaytarilishi talab qilinishi ehtimoli bor? Qaysi holatlarda esa odamning haqqi saqlanib qoladi? Kanalga ho'zroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamga vaqtida yetib bormagani uchun muammo tug'iladi. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rganman. Davlat tomonidan beriladigan yordam, kompensatsiya, subsidiya yoki bir martalik to'lovlarda odamlar eng ko'p 3 ta narsada adashadi. Birinchisi pul tushdimi, demak hammasi hal bo'ldi deb o'ylaydi. Ikkinchisi menga berishdi. Endi hech kim tekshirmaydi deb hisoblaydi. Uchinchisi hujjatlardagi ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa ham uni vaqtida yangilamaydi. Aslida esa ko'p to'lovlar keyinchalik ham tekshiriladi. Ya'ni pul berilgandan keyin ham tizim ma'lumotlarini solishtirishi mumkin. Oldin qanday edi? Avval ko'p jarayonlar mahalla, tuman bo'limlari ariza va qog'oz hujjatlar orqali sekinroq yurardi. Odam ariza berardi. Mas'ullar oilaviy ahvolini, daromadini, farzandlari sonini, yashash sharoitini ko'rardi. Ba'zan ma'lumotlar qo'lda tekshirilgani uchun xatolar ham ko'proq bo'lardi. Kimdir vaqtida ro'yxatga tushardi, kimdir kechikardi. Kimdir esa aslida haqli bo'lsa ham ma'lumoti to'liq bo'lmagani uchun rad javobini olardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqaroning ish joyi, rasmiy daromadi, pensiya yoki nafaqa olishi, avtomobil yoki uy joyga egaligi, oilaviy tarkibi, farzandlari to'g'risidagi ma'lumotlar turli tizimlar orqali ko'rilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, 1.500.000 so'm olgan odamlar ichida ayrimlar uchun qo'shimcha tekshiruv, qayta hisob-kitob yoki ma'lumotni tasdiqlash talabi chiqishi mumkin. Mana shu holat odamlar orasida syurpriz deb aytilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men darhol aniq aytib qo'yaman. Pul olgan har bir odam qo'rqishi kerak degani emas. Agar sizning hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, arizada yozgan ma'lumotlaringiz haqiqatga mos bo'lsa, daromadingizni yashirmagan bo'lsangiz, oilaviy tarkibni noto'g'ri ko'rsatmagan bo'lsangiz, sizda ortiqcha xavotirga asos yo'q. Muammo odatda noto'g'ri ma'lumot 2 marta to'lov olish shartga mos kelmaslik yoki hujjatlarni vaqtida yangilamaslikdan chiqadi. Endi men 1.500.000 so'm olganlar nimalarni bilishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Eng avvalo, bu pul qaysi asosda berilganini aniqlash kerak. Ba'zi odamlar bu sumoviy yordam sifatida olgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar kompensatsiya sifatida olgan bo'lishi mumkin. Yana kimdir bir martalik moddiy yordam, subsidiya, bolalar uchun nafaqa yoki boshqa dastur doirasida olgan bo'lishi mumkin. Tashqi tomondan summa bir xil ko'ringani bilan har bir to'lovning sharti alohida bo'ladi. Masalan, bir oilaga 1.500.000 so'm kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam sifatida berilgan bo'lsa, u oilaning daromadi, uy xo'jaligi tarkibi, rasmiy ish haqqi, pensiya, aliment, tadbirkorlik daromadi yoki boshqa tushumlari hisobga olinadi. Agar oila ariza bergan paytda daromadi kam bo'lgan, lekin keyingi oyda ota yoki ona rasmiy ishga kirgan bo'lsa, bu keyingi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Bu pulning o'zi darhol qaytariladi degani emas, lekin tizim oilaning holatini qayta baholashi mumkin. Yana bir misol, aytaylik fuqaro ariza topshirgan paytda oilada 5 kishi yashaydi deb ko'rsatgan. Amalda esa farzandlardan biri boshqa hududda doimiy ishlaydi. Ro'yxatda boshqa joyda turadi yoki oilaning umumiy daromadiga qo'shilmaydi. Tizim buni keyin aniqlasa, savollar paydo bo'lishi mumkin. Savolning mazmuni oddiy. Pul hisoblanganda oilaning haqiqiy tarkibi to'g'ri ko'rsatilganmi yoki yo'qmi? Yana bir real hayotga yaqin vaziyatni olaylik. Ona yolg'iz farzand tarbiyalayapti, rasmiy daromadi yo'q. Mahallaga murojaat qildi va unga 1.500.000 so'm yordam berildi. Keyin ma'lum bo'ldiki, uning nomida eski bo'lsam avtomobil bor.
Endi odamlar darhol mashina bo'lsa yordam berilmaydi deb xulosa qiladi. Bunday keskin xulosa har doim ham to'g'ri emas. Chunki avtomobilning turi, yili, foydalanish holati, oilaning real daromadi va dastur shartlari muhim. Lekin shuni bilish kerakki, nomingizdagi mol mulk ayrim to'lovlarda albatta hisobga olinadi. Shuning uchun men minmayman, akam minib yuradi degan gap bazadagi egalikni o'zgartirmaydi. Huquqiy jihatdan avtomobil kimning nomida bo'lsa, tizim o'sha odamni mulkdor sifatida ko'radi. Kim xavotir olish kerak? Men buni aniq qilib aytaman. Arizada daromadini kamaytirib ko'rsatganlar xavotir olish kerak. Oilada ishlayotgan odam bo'lsa ham ishsiz deb yozganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bir xil yordamni ikki joydan olishga uringanlar jiddiy qarashi kerak. Farzandlar soni, yashash manzili yoki oilaviy holat bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berganlar hujjatlarini tekshirishi kerak. Shuningdek, pul karta orqali tushgan bo'lsa, lekin karta egasi boshqa odam bo'lsa, bu ham ayrim holatlarda savol tug'dirishi mumkin. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz arizani halol topshirgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yordam sizga belgilangan tartibda chiqqan bo'lsa, telefoningizga kelgan xabar rasmiy manbadan bo'lsa, pul bank karta yoki rasmiy hisob orqali tushgan bo'lsa, siz asosan tinch bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir men har doim hujjatlarni saqlab qo'yishni maslahat beraman. Chunki bugun muammo bo'lmasa ham ertaga aniqlashtirish so'rashi mumkin. Odamda ariza nusxasi, bankdan tushum tarixi, mahalla yoki tegishli tashkilotdan berilgan ma'lumot bo'lsa, o'z haqqini himoya qilish osonlashadi. Bitta muhim jihatni tushuning. Davlat yordami pulini olish uyat emas. Aksincha qonun bo'yicha haqqi bor odam olish kerak. Lekin haqqi bo'lmagan odam hujjatni noto'g'ri qilib olsa, keyin muammo bo'ladi. Bu muammo faqat buni qaytarish bilan tugamasligi ham mumkin. Ayrim holatlarda keyingi arizalar rad etiladi, odamning ishonchlilik holati tekshiriladi, qo'shimcha tushuntirish xati so'raladi yoki tegishli tashkilotga chaqiriladi. Endi syurpriz deganda nimani tushunish mumkin? Men buni vahima qilib emas, amaliy jihatdan tushuntiraman. Birinchi ehtimol, 1.500 ming so'm olgan ayrim fuqarolardan ma'lumotlarni qayta tasdiqlash so'ralishi mumkin. Masalan, oilaviy tarkibni tasdiqlang, daromad haqida ma'lumot olib keling, bank rekvizitlarini aniqlang, farzandning o'qishi yoki yashash holatini tasdiqlang deyishlari mumkin. Ikkinchi ehtimol, kimningdir keyingi to'lovi vaqtincha to'xtab turishi mumkin. Bu rad etildi degani emas, balki tekshiruv ketayotganini anglatishi mumkin. Uchinchi ehtimol, noto'g'ri to'langan mablag' bo'lsa, qaytarish haqida ogohlantirish kelishi mumkin. Agar sizga pulni qaytaring degan xabar kelsa, eng birinchi qiladigan ishingiz vahimaga tushmaslik. Telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonib ketmang. Firibgarlar aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Ular siz noqonuniy pul olgansiz, kartangiz bloklanadi, jarima tushadi deb qo'rqitib, karta raqami, SMS kod, pasport ma'lumoti yoki ilova parolini so'rashi mumkin. Hech qachon SMS kodini bermang. Hech qachon karta parolini aytmang. Rasmiy tashkilotlar sizdan Telegram orqali karta kodi so'ramaydi. Endi eng ko'p odam adashadigan istisnolarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Rasmiy daromad bilan real daromad farq qiladi. Ba'zi odamlar mening qo'limga kam pul tegadi deydi. Lekin rasmiy hujjatda ko'proq ko'rinadi. Tizim ko'pincha rasmiy ma'lumotga qaraydi. Masalan, siz 2 ming so'm oylik olasiz. Lekin kredit, aliment yoki qarz sabab qo'lingizda 7 ming so'm qoladi. Insoniy tomondan bu og'ir, lekin hisob kitobda daromad sifatida 2 ming so'm ko'rinishi mumkin. Shuning uchun qarzlaringiz, kreditlaringiz va majburiy to'lovlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bir uyda yashash va bir ro'yxatda turish har doim ham bir xil baholanmaydi. Masalan, kelin kuyov ota-onasi bilan bir uyda yashaydi, lekin alohida ro'zg'or qiladi. Yoki aksincha boshqa manzilda ro'yxatda, lekin amalda ota-onasi bilan yashaydi. Bunday holatda mahalla dalolatnomasi, qo'shnilar tasdig'i, yashash holati bo'yicha ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Men ko'p ko'rganman, odamning haqiqiy ahvoli og'ir, lekin ro'yxatdagi ma'lumot chalkash bo'lgani uchun tizim uni noto'g'ri baholaydi. Uchinchi nozik jihat, nomdagi mulk. Odam bu uy menga tegishli emas, faqat nomimda deydi. Lekin hujjatda siz mulkdorsiz. Mashina meniki emas, ukam ishlatadi deydi. Lekin texnik pasportda siz egasiz. Firma ochilgan, lekin ishlamaydi deydi. Lekin bazada tadbirkor sifatida ko'rinasiz.
Bunday holatlarda og'zaki tushuntirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Firma faol emasligini, daromad yo'qligini, mulk amalda sotilgan yoki boshqa shaxs foydalanayotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. 4-nozik jihat. Pul kimning kartasiga tushgani. Ba'zida keksa ona yoki otaning kartasi yo'q, pul farzandining kartasiga tushiriladi yoki ayolning kartasi ishlamaydi, turmush o'rtog'ining kartasi beriladi. Agar dastur shartida pul faqat arizachi nomidagi kartaga tushishi kerak bo'lsa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ariza topshirayotganda bank rekvizitlari kimning nomida ekanini albatta tekshirish kerak. Agar pul boshqa odam kartasiga tushgan bo'lsa, keyin o'sha pulni haqiqiy oluvchiga berganingizni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat muddati o'tgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrashish qayd etilgan bo'lsa, farzand tug'ilgan bo'lsa, bularni vaqtida yangilash kerak. Keyin qilaman deb yurish keyingi to'lovni kechiktiradi. Ayniqsa, bankdagi ma'lumot bilan davlat bazasidagi ma'lumot mos kelmasa, pul tushmay qolishi yoki qaytib ketishi mumkin. Endi siz aniq nima qilishingiz kerakligini ketma-ket aytaman. Birinchi qadam, pul qaysi asosda tushganini aniqlang. SMS xabarni, bank ilovasidagi izoni, mahalla yoki tegishli tashkilot bergan javobni ko'ring. 25 ming so'm tushdi degan faktning o'zi yetarli emas. Muhimi bu pulning nomi nima? Moddiy yordammi, kompensatsiyami, subsidiyami, nafaqami yoki boshqa to'lovmi? Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bitta papkaga jamlang. ID karta nusxasi, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrashish hujjati, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holati bo'yicha tasdiq, bank hisobvarag'i ma'lumotlari, ariza topshirilgan sana va javob nusxasi saqlansin. Agar siz kredit to'layotgan bo'lsangiz, kredit shartnomasi va oylik to'lov jadvalini ham olib qo'ying. Agar aliment olayotgan yoki to'layotgan bo'lsangiz, bu bo'yicha hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, o'z ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinetingiz orqali oilaviy holat, manzil, mulk va daromad bo'yicha ma'lumotlarda xatolik yo'qligini ko'ring. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, mahallaga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, bank filialiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga borib aniqlashtiring. Borganingizda menga pul tushgan, keyingi to'lov yoki tekshiruv bo'yicha ma'lumotlarim to'g'riligini bilmoqchiman deb ayting. 4-qadam. Agar sizga ogohlantirish kelsa, yozma asos so'rang. Telefon orqali aytilgan gapni yetarli deb hisoblamang. Qaysi qaror asosida, qaysi sanada, qaysi ma'lumot noto'g'ri deb topilgan, men qayerga e'tiroz bera olaman degan savollarni bering. Har bir fuqaro o'ziga nisbatan qabul qilingan qarorning sababini bilishga haqli. Agar haqiqatdan ham xato bo'lsa, uni tuzatish yo'li bor. Agar xato siz tomonda bo'lmasa, buni hujjat bilan isbotlaysiz. 5-qadam, e'tiroz yozishni o'rganing. E'tirozda hissiyot emas, faktlar yoziladi. Masalan, men falon sanada ariza topshirganman. Menga 1500 ming so'm to'lov falon sanada tushgan. Hozir to'lov bo'yicha aniqlashtirish so'ralmoqda. Men oilaviy tarkibim, daromadim va bank rekvizitlarim haqidagi hujjatlarni ilova qilaman. Qarorni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday sotda aniq va hujjatga tayangan murojaat ko'proq natija beradi. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, bilmil 500 ming so'm olganingiz uchun qo'shimcha pul chiqdi, kartangizni ayting desa, ishonmang. Agar pulni saqlab qolish uchun SMS kodni yuboring desa, bu firibgarlik. Agar jarimadan qutqarib beraman, xizmat haqqi yuboring desa, bu ham shubhali. Rasmiy masalani rasmiy idorada, rasmiy telefon raqami, rasmiy sayt yoki shaxsan murojaat orqali hal qiling. 7-qadam, oilangizdagi o'zgarishlarni yashirmang. Ishga kirgan bo'lsangiz, farzand tug'ilgan bo'lsa, nikohdan o'tgan yoki ajrashgan bo'lsangiz, manzil o'zgargan bo'lsa, daromadingiz keskin o'zgargan bo'lsa, bularni vaqtida bildirish foydali. Ba'zi odamlar aytsam pulim to'xtaydi deb o'ylaydi. Lekin yashirsangiz, keyin katta muammo bo'lishi mumkin. To'g'ri ma'lumot berish ko'pincha odamni himoya qiladi. Men yana bir oddiy misol keltiraman. Bir fuqaro 1500 ming so'm oldi. Keyin unga daromadingiz oshgan degan xabar keldi. U vahima qildi. Tekshirib ko'rilsa, uning nomida eski yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati ochiq qolgan, lekin u yillar davomida ishlamagan.
Agar u faoliyatni vaqtida yopganida yoki faol emasligi haqida ma'lumot olganda muammo bo'lmasdi. Demak, ba'zan muammo odamning pul olishida emas, eski hujjatlarning tartibga keltirilmaganida bo'ladi. Yana bir misol. Ayol yordam puli oldi, lekin bank kartasi muddati tugagani uchun keyingi to'lov qaytib ketdi. U meni ro'yxatdan chiqarishdi deb o'yladi. Aslida muammo bank rekvizitida edi. Kartani yangilab, tegishli joyga yangi hisob raqamini bergandan keyin masala hal bo'ldi. Shuning uchun har doim eng oddiy narsalarni ham tekshiring. Karta faolmi? Telefon raqamingiz ishlaydimi? SMS xabarlar keladimi? Bank ilovaningizda cheklov yo'qmi? Yana bir holat. Oila yordamga muhtoj, lekin arizada bitta farzandning hujjati ilova qilinmagan. Tizim oilani 4 kishi deb hisoblagan, amalda esa 5 kishi. Natijada daromad bir kishiga bo'linganda noto'g'ri ko'rsatkich chiqqan. Bitta tug'ilganlik guvohnomasi yoki ro'yxat ma'lumoti yetishmagani uchun oilaning haqqi kamayishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni taxminan emas, to'liq topshirish kerak. Azizlar, 1000-5000 so'm olganlar uchun eng muhim xulosa shuki, pul tushgani yaxshi, lekin hujjatlaringiz to'g'ri bo'lishi undan ham muhim. Agar siz halol ariza topshirgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, rasmiy tartibga amal qilgan bo'lsangiz, ortiqcha qo'rqmang. Ammo daromad, mulk, oilaviy tarkib, bank kartasi yoki manzil bo'yicha xatolik bo'lsa, uni bugunoq tuzatishga harakat qiling. Men sizga maslahat beraman. SMS va qo'ng'iroqlarga ko'r-ko'rina ishonmang. Rasmiy manbadan tekshiring, hujjatlaringizni saqlang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Eng muhimi, muammoni kechiktirmang. Bugun aniqlashtirilgan bitta hujjat ertaga sizni ortiqcha asab, navbat, rad javobi yoki pul qaytarish talabidan saqlab qolishi mumkin. Agar siz ham 1.500.000 so'm olgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz shu to'lovni kutayotgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pul tushdimi? Qanday xabar keldi? Qaysi muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda ko'rilgan video kimningdir pulini, haqqini va xotirjamligini saqlab qolishi mumkin.